Remont boshlaganimizdan birinchi kuni ko'rib turganimizdek to'liq hamma joyda vayrona qilib tashladik. Manba bo'ylarni betongacha qirib, tozalab, musorlarni bir tomonga yig'ib qo'ydik. Bir mashina musorimizni chiqib ketdi. Hop, yana xudo xolasa bir mashina musor qoladi, qolgan qutgan. Kecha mana bu joyimizda balkonimiz bor edi. Balkonimiz to'liq buziladi. Plus mana bu joyda ham razvojni ish qo'yish uchun mo'ljallab buzib tashlaymiz. Ko'rib turganingizdek, polniy noldan remont qilinyapti. Santexnika, elektrika hamma narsasi bo'ladi. Hop, xarajatga keladigan bo'lsak, mana shu to'liq buzishi, musorni chiqarishini 3,5 millionga dogovor qilgandik. Hop, mashinaga 300 ming xarajat bo'ldi. Hozir yana bir mashina musor bo'lsa, yana plus 300 ming xarajat bo'ladi. O'zingizlar hisoblab boraverasizlar, oxirida to'liq xarajatni hisob-kitobni chiqaramiz. Shunchaki like bosib bizni kuzatishda davom eting, ko'ramiz qancha xarajat ketar ekan.